Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bitta uyimizda parvoyni qilganmiz. Bu ham rosa katta uy. Hozir ichkarisiga kirib ko'rsataman xonalarni. Mana birinchi xonasi. Bu yerga mana padda chabratkasi turbadan bo'lgan. O'zi bu alyuminiy emas, bu aksinkovoy registr qo'yilgan, zanglamaydigan. Oynani tagiga chiroyli qilib. Keyingi xonalari ham xuddi shunaqa. Bunga ham padda chabratkasi mana 40 lik turbadan borib kelgan. Shunga deraza tagiga mana chiroyli qilib registr qo'yilgan. Keyingi xonalarni ko'rsataman. Mana bu ham rosa katta zal. Zalga ham shunaqa 40 lik turbadan padda chabratga borib kelgan. Registr qo'yilgan, deraza tagiga mana chiroyli qilib. Hozir keyingi xonalarni ko'rsataman. Mana bu kichikroq xona. Kichikroq xonaga deraza tagiga registr qo'yilgan, zanglamaydigan aksinkovoy. Mana eng oxirgi xona bo'lgani uchun shu yerda mana padda chabratga qaytib ketgan bir-biriga ulanib. Mana bu birinchi kiraverish. O'rga tashqaridan birinchi tochka bu. Tashqaridan padda chabratga kirgan, mana deraza tagiga qo'yilgan. Ikkinchi deraza tagiga ham qo'yilgan chiroyli qilib. Padda chabratga mana narigi xonaga, keyingi xonaga chiqib ketyapti. Bu ham xona issiq, mana yoqilgan, hozir tashqari qor. Hozir katyolni ham ko'rsataman, qanday katyol qo'yilganini. Mana ikkinchi xona. Ikkinchi xonaga ham xuddi shunaqa registr yasalgan. Olib kelib qo'yilgan. Bundan oldingi boyagi birinchi xonadan chiqib, mana padda chabratga 40 lik turbadan yasalib registrga tushgan. Mana bu katyol 400 kvadratlik. Mana katyol qo'yilgan. Bu mana katta uyda polni isityapti. Ko'rdilaring, xonalari juda ko'p. Rosa katta uy. Hurmatli kuzatuvchilar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.